Koronavirus. Hammasi haqida qisqacha. Bugun dunyo lug'atida eng ko'p ishlatilayotgan so'z koronavirus. 2019-yilning dekabr oyida Xitoyda tarqalgan COVID-19 mutlaqo boshqacha va yangi bo'lib chiqdi. Va butun dunyo oldiga katta savol qo'ydi. Nima qilish kerak? Savollar ko'paygani sayin raqamlar ham oshib bormoqda. 2020-yilning mart oyiga borib, dunyo bo'yicha virusning tarqalishi va o'lim soni Xitoyda kuzatilgan epidemiyaning yuqori bosqichidan ham oshib ketdi. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus tarqalishini pandemiya deb e'lon qildi. Dunyo mamlakatlari virusga qarshi tezkorlik bilan favqulodda choralar ko'rmoqda va unga qarshi kurashmoqda. Aslida bu virus nimasi bilan shunchalik xavfli? Koronavirus 2 bu faqat tirik hujayralarning ichida ko'payadigan bitta zanjirli RNK virusdir. U yo'talganda, aksirganda va bemor bilan aloqaga kirishganda tarqaladi. Tabiiyki, so'lak tomchilari havoga nisbatan sezilarli darajada og'ir bo'ladi va ular atrofimizdagi barcha narsalarga tushishi mumkin. Istalgan sog'lom kishi o'zi bilmagan holda bu buyumlarni ushlashi, qo'l tekkizishi mumkin. Virus qo'l orqali ko'z shilliq qavatiga, og'iz va burunga o'tib, tanaga kiradi. Tezda organizmni zabt etadi. Virus turli ichki a'zolarning ichki qatlami, ya'ni epiteliylariga yetib boradi. Shundan so'ng virus makkorona harakatni boshlaydi. Uning toshsimon o'simtalari organizm uchun foydali bo'lgan moddalarga taqlid qilib, ularga o'xshab oladi. Aynan shuning uchun ham bizning immun tizimimiz virusni aniqlashga qiynaladi. Koronavirus 2 o'zining qarindoshi koronavirus 1 dan shunisi bilan farq qiladiki, koronavirus 2 evolyutsiyaga uchrab taraqqiy etgan va hujayra ichiga yaxshiroq joylashishga juda ustadir. Aldangan retseptorlar uni ishonch bilan membranaga biriktiradi. Shu taxlit dushman RNK osonlik bilan ichkariga kirib oladi. Hujayralar esa doimgidek buyruqlarni bajaradi, ya'ni virusning nusxalarini ko'paytiradi. O'zi esa parchalanib ketadi. Bir necha kun o'tgach millionlab yangi viruslar o'pkani to'ldiradi. Immun tizimi bizni himoya qilishga kirishadi. Ammo virus endi immun hujayralarini ham zararlaydi. Ular favqulodda harakatni boshlaydi va nihoyatda ko'plab immun jangchilarini yordamga chaqiradi. Bu immunitetning giperreaksiyasiga olib keladi. Bu jangchilar sog'lom hujayralarni ham yo'q qilishni boshlaydi. Bu kurashda o'zimiznikilar ham, dushman hujayralar ham halok bo'ladi. Albatta, bularning barchasi yaxshilik bilan, ortiqcha zararlarsiz, faqat isitma, yo'tal bilan nihoyasiga yetishi mumkin. Biroq jiddiy asoratlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Agar epiteliy sezilarli darajada shikastlansa, pnevmoniya zotiljam boshlanadi va u o'lim bilan yakunlanishi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda bemor sun'iy nafas olish apparatiga ulanadi. Yodingizda bo'lsa, inson 7-14 kungacha o'zi bilmagan holda virusni olib yurishi mumkin. U esa bu vaqt oralig'ida ko'plab insonlarga o'tishga ulguradi. Bir kishi bir oy ichida 406 kishiga o'zidagi virusni tarqatishi va epidemik o'choqqa aylanishi mumkin. Qanday qilib virusni o'zimizga va boshqalarga yuqtirmaslik mumkin? Koronavirus o'zining himoya qobig'iga ega. Oddiy aytganda, yog' qatlami bor. Oddiygina sovun yog'ni eritib yuboradi. Qo'lni 20 soniya davomida ko'pirtirib ishqalab, virusni yuvib yuborish mumkin. Tarkibida spirt bo'lgan antiseptiklar ham virusga qarshi samarali vosita. To'y maraka va mehmondorchilik bu qadriyatlarimizga bugun boshqa rakursdan qarashimiz lozim. Eng muhimi azizlarimiz va do'stlarimizning sog'lig'idir. Sog'liqni saqlash tizimi berayotgan ma'lumotlarni kuzatib boring, maslahatlarga amal qiling. Hukumat tomonidan e'lon qilinayotgan qoidalarga rioya eting. Ijtimoiy masofani saqlang, uyda qoling. Bular shunchaki shior emas, bu hayot-mamot masalasi. Unutmang, bunda siz hal qiluvchisiz.